Assalomu alaykum hurmatli gadjet shinavandalari, hurmatli youtuberlar, aka, uka, opa, singillar. Mana shu pagoliklarim. Asl narsalarni kiymoqchi bo'lsangiz, bozordagi shilpatreb, har xil poddelka narsalardan mana shunday bo'lgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Endi siz Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri aytaylik Nike, Adidas, Puma yoki bo'lmasam iPhone, har xil mana Lenovo quloqchinlari yoki bo'lmasam xohlagan narsangiz, hattoki parfyumeriyani ham faqat aslini bemalol qo'rqmasdan buyurtma qilishingiz mumkin. Demak, aziz do'stlar, birinchi qilishimiz kerak bo'lgan ish bu biz Google ga kiramiz, Play Marketga. Play Marketda e'tibor beramiz. Ko'p kishi Poison deb qidiradi. Bunday qidirish kerak emas. Mana bu Poison prosta rasmlarini ko'rsangiz bo'ladi, lekin bu yerda hech nimani buyurtma bera olmaysiz. Asl Xitoyda Poison bu Devu deb yozasiz. Oldin bu Google Play Marketda yo'qdi, mana endi chiqarishibdi. Bu juda ham zo'r. Haqiqatda asl narsalarni olib kiyaman degan odamlarga juda ham ajoyib platforma. Va nihoyat mana ustamovka vaqti ham keldi. O'zim ham anchadan beri ro'yxatdan o'tmaganman, lekin men hozir sizga baholi qudrat hammasini ro'yxatdan o'tkazib, qanday qilib manzil kirgizish, hammasini tushuntirib beraman. Открытni bosamiz. Bosganimizdan keyin mana bunday bizda holat chiqadi. Bu yerda rozimisan deyapti. Ha deb turib tugmani bosamiz. WeChat chiqyapti. Juda ham oson. WeChat orqali. Lekin ko'p kishida WeChatdan ro'yxatdan o'tish muammo. Bitta do'sti bo'lish kerak, do'sti skanerni qilish kerak. Biz esa bu narsani telefon orqali o'tishni hozir ko'rsatib o'tamiz. Demak, bunga bizga Tap Translate degan mana bu ilova yordam beradi. Juda ham qulay ilova. Xohlagan tilingizdan xohlagan anonimizga bemalol ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Men Google Translate ni tanlaganman. Bu yerda Yandex bor, boshqa translatorlar bor. Google aniq ishlaganligi uchun shuni tanlaganman. Keyin Xitoyda ham traditionalni tanlashingiz kerak. Bu muhim. Ikki xil Xitoy tili bor. Aynan traditionalni tanlashingiz kerak. Bu bizga ko'proq to'g'ri keladi. Keyin xohlang ruscha, xohlang o'zbekcha tilga qo'yishingiz mumkin. Menga ruscha to'g'ri bo'lgan, to'g'ri tarjima qilganim uchun ruschani ko'proq tanlayman. Demak, mana bunday tugmacha chiqadi. Bu tugmacha orqali siz bemalol mana bunday bosadigan bo'lsangiz, ekraningizdagi hamma narsani to'g'ridan to'g'ri tarjima qilib beradi. Demak, bosdingiz, mana WeChat orqali bittada kiring deyapti. Vход по номеру мобильного телефона. Pastda keyin bu o'sha messenjerlar orqali o'tishni aytyapti. Demak, X ni bosamiz, keyin pastda mana bu tugmachani bosishingizdan chiqmasin. Bu muhim. Bu roziligingizni o'sha yana bir bor bildiryapti va telefon raqami orqali deyapti. Unda bosasiz. Bosganingizdan keyin mana bu yerdan biz O'zbekistonni tanlashimiz kerak bo'ladi. O'zbekiston hammamizga qadrli bo'lgan +998 bilan chiqadi. Mana bu yerda ana u harfini bosadigan bo'lsa, mana O'zbekiston chiqdi. Kiramiz 91lik. Men o'zim raqam terdim, mana bu yerda roziman degan knopkani bosdik, bo'lsa bo'ldi. Chunki bunday qiladi. Mana bu yerda kapcha bor. Mana kapchani to'g'ri mana bu oq joyiga olib kelib qo'yib olishingiz kerak. Bo'ldi, shu bilan muvaffaqiyatli yakunlanadi. Mana bu yerda keyin telefoningizga SMS kelishi kerak. Bu SMS ko'p kishiga kelmaydi. Hozir polot tizimidan chiqaram. Nima uchun? Chunki sistemasi buni juda ham перегружен bo'ladi. Перегружен bo'lgandan keyin kelish ehtimoli kamroq, lekin siz kechki paytni tanlasangiz, Xitoyda уже 3 soat bizdan oldinda tizimi sal yengilroq ishlaydi va SMS kelish ehtimoli katta bo'ladi. Telegramga kiramiz. Всеga kirib turib, menda rosa ko'p gruppalar. Mana verification codes. Ko'rdingizmi? Verification codes deb keladi. Mana shuni kopiya qilamiz va mana ki qo'ysak, tadan, mana marhamat, bemalol уже ro'yxatdan o'tdik. Bu yerda faqat bitta ish qoladi. Biz manzilni kiritishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda kuponlarni taklif qilyapti. Manzilni esa biz iPost Cargodan olamiz. Bu bot bu yerda o'z manzilini ko'rsatib ketaman. Mana Abu Sahi tez bot. Mana ro'yxatdan o'tasiz.
aytgan talablarni bajarganingizdan keyin sizga manzil beradi. Agar hozir buni ham tushuntiradigan bo'lsam, videomiz o'zi juda ham cho'zilib ketadi. Mana bizda nash adres Kitayni bosdik, bizga manzilni berdi, kopirovat qildik, e'tibor berdilaringiz, ko'chirib oldim. Keyin yana DU ga qaytamiz. Narsalarni taklif qilyapti. Tak, orqaga qaytganimizdan keyin pastki mana bu tugmani bosamiz. Mana bu 8 oyoqni. Tepadagi mana bu uchta chiziqchani bosamiz. Mana bu yerda mana lokatsiya belgisi turibdi. Lokatsiyani bosganingizdan keyin hop deyapti, "Sani manziling yo'q ekan-ku" deyapti. Siz qo'shishni bosasiz bunday qilib. Bizda o'sha kopirovat qo'lingan mana bu ko'k tugmani bosamiz. Mana avtomatik tarzda bizga manzilni qo'ydi. Faqat bitta joyga e'tibor beramiz. Mana 12 bizda 670 ID'miz. Sizda esa bu ID boshqa bo'lishi mumkin. Mana shu yerga siz ID'ingizni yozishingiz kerak bo'ladi. Endi ID yozib, ikkita nuqtani qo'yasiz va 12670. Bu bizning ID'miz. Sizning ID'ingiz boshqa bo'ladi. Demak, bo'ldi. Shu bilan asosiy manzil deb mana bu tugmachani bosamiz va mana bu joyda meni ismim chiqib ketmasa, mana bu yerda 12670 yozilgan. Buni bunday qilib qausni ichiga olib qo'yishimiz kerak, chunki yo'q bo'lib kelib qoladi. Ha, mayli, bunday qo'yamizda, bunday nuqtani qo'yib mana yozib oldik. Keyin mana bunday qilib qo'yamiz. Mana 12670 bo'ldi. Asosiy manzil edi. Bu qausdan qo'yishimiz asosiy sababi ID yo'qolib qolmasligi uchun. Qaus qo'yganingizdan keyin yo'qolmaydi. Bu yerda Xitoyni tanlaysiz. Mana +86 ni tanladik. Telefonim to'g'ri bo'ldi. Endi mana bu yashil tugmani bu yerda bosamiz. Yashil tugmani bosganimizdan keyin mana manzil bizda tayyor. Endi qilishimiz kerak bo'lgan ish, biz o'zimizga kerakli bo'lgan mahsulotni topamiz. Bu yerda mana bu tugmani bosamiz. Biz Lenovo'ni bosamiz. Keyin mana tanladik. Mana bu yerda ranglari bor, har xil. Pastda bunday qilib ko'tarsangiz, bu yerda odzivlarni o'qisangiz bo'ladi. Hamma mahsulotda deyarli bir xil. Bunda kirib, mana qanday kiygan, nima kiygan, videolar odamlar joylagan. 像这个联想 AI202 蓝牙耳机啊， Siz buni tushunmaymiz. Bu avval ko'rsatdi mana. Avval ko'rinishda keladi. Li202 bo'lar ekan. 它现在出来就是这个基本起来，然后下面的话是一根充电线 ，bus， Qanday qilib laytgan moslashsangiz bo'ladi. Odamlar o'ziga kerakli bo'lgan bu yerda mahsulotlarni qanday qilib ochganini hammasini ko'rsatadi. Demak, shundan bundan chiqamiz va bosganimizdan keyin ko'k tugmani bosamiz. Bu yerda mana bizga chiqyapti. O'ziga yoqqan narsani saqlamoqchi bo'lsangiz, laykcha bosib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bu layk mana bu chekkadagi mana. Bunday bosib qo'yasiz. Qaysi biri kerak bo'ladigan bo'lsa, sizga oqimi, qorasimi bemalol bosib, bunday laykcha qilib qo'yasiz va shu bilan qolib ketadi. Demak, keyin mana bu yashil tugmani bosadigan bo'lsangiz, mana bu yerda 35 yuan chiqyapti. Bu yerda ikki xil bor ekan, e'tibor berasiz. Mana переводчикda o'qiydigan bo'lsangiz, bittasi 39 yuanga, bittasi 35 yuanga. Qani ko'ramiz, bizga nimani taklif qilyapti. Katta ehtimol ba'da Bluetooth'ni pozitsiyasi bo'lsa kerak va 6-chi va 4-8-chi va высококонфигурированный улучшенный Bluetooth, to'g'ri taxmin qilgan ekanman. Bluetooth'da 6-chi pokoleniyasi, без потери, Hi-Fi звук, без потери, низкий конфигурация, короткое время работы, медленное подключение. Sekin ishlaydi, bir balolar deyapti. Mayli, bizga shu 4 yuan haqida qolib ketmaydi. 39 yuanlikni tanlaymiz va pastda mana bu tugmani bosamiz va bu yerda WeChat orqali to'lov deyapti. Bizda esa Alipay bor yoki UnionPay deyapti. Bizda Alipay borligi uchun biz Alipayni bosamiz. Keyin to'lovni bosdik. Mana bu yerda yana yashil tugmani bosamiz. Boyagi to'lovi bo'lganligi uchun o'shani bosib ol deyapti. Bu yerda yana so'rayapti. Mana biz yana Alipayni tanlaymiz. Открыть, mana ruxsat beramiz. Alipay bizda o'rnatilgan. Alipayda qanday ro'yxatdan o'tish kerakligini o'sha kargo bo'limida yana bemalol qidirsangiz bo'ladi. Demak, mana Alipayga o'zimizda UnionPay'imizni ulaganligimiz uchun bemalol UnionPay orqali to'laymiz. O'sha birga bir tushadi mana. Instapay'ni bosamiz. Bu yerda mana pasport orqali
Taran, marhamat, mana 39 yuan to'lov o'tdi. Bemalol keyin mana Ipak yo'lidan kirib, bizdan qancha pul kesib olganligini ko'rishimiz mumkin. Ko'rsatsak. Tag ushlangan karta. Kiramiz, dollarni bosamiz. Mana UnionPay kartamiz. Historiyani unday bosamiz. Mana 6 dollari 16 sent bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Poyezga qaytamiz. Mana bizda mana bunday holat bo'ladi va bemalol statusini tekshirishimiz mumkin bo'ladi. Mana nima bo'ldi, nima qo'ydi, manaki tabriklaymiz, shunaqa deb turib mana ko'rsatyapti. Yaxshisini sotib oldik, nasib qolsa. Xullas, videomiz ham cho'zilib ketdi. O'ylaymanki, mana sizga yetarlicha tushunarli. Bemalol o'zingizga yoqqan narsalarni shu tariqa xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, o'ylaymanki videomizni aynan mana shu joygacha yetib keldingiz va video sizga manfaatli bo'ldi. Sizga o'xshab asl narsalarni kiyishni yaxshi ko'radigan do'stingizga bu videoni jo'natib qo'ysangiz, bitta podpiska, like bosib qo'ysangiz, biz bundan juda ham minnatdor bo'lamiz. Agar sizga Xitoydan ishonchli kargo xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasam aynan aytaylik mana shu narsalarni siz buyurtma berishga o'zingiz qo'rqayotgan bo'lsangiz, marhamat pastdagi telefonlarga bemalol qo'ng'iroq qilasiz, biz sizni o'rningizga buyurtma qilib beramiz, albatta xizmat evaziga. Keyingi videoda qaysi platformani xuddi mana shunday qilib darslik qilib berishimizni xohlasangiz, pastga kommentariyaga tushib turib yozib ketasiz va biz sizni xohishingizni inobatga olib keyingi video aynan sizni videongiz bo'lishi mumkin. Agar bizni Instagramimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, marhamat obuna bo'lib qo'ying. U yerda sizga kerakli bo'ladigan ko'p manfaatli videolarni joylab boramiz. Siz bilan Akmaljon To'rayev va Akmal o'z jamoasi edi. Keyingi dasturda ko'rishguncha, xayr.